Bundan 3 yil oldin aynan mana shu o'zimni shaxsiy YouTube blogimda video olishni to'xtatdim. Aynan shu kanalga video chiqarmayotganimga 3 yil bo'ldi. Bu orada men qanaqa ishlarni amalga oshirdim? Qanaqa loyiha ustida ishladim? Shu haqida bugun gaplashamiz va nima uchun men 3 yildan keyin aynan mana shu o'lib qolgan auditoriyaga, ya'ni umuman video qo'yilmagan, aynan umuman passiv bo'lib yotgan kanalni yurgizish qarori nima uchun bo'lganini ushbu videoda tushuntirib beraman. Xo'p, mani YouTube'da ko'proq English Focus loyiham orqali tanishadi. Shu vaqtgacha English Focusga 200-300 tadan shu video chiqardim va asosiy diqqatimni aynan mana shu bitta loyihaga qaratdim. Bu orqali men YouTube'da 100 mingdan oshiq obunachi to'pladim. 2000 dan ortiq onlayn o'quvchilar to'pladim va undan tashqari o'zimga kichik jamoa ham qura oldim. Ya'ni aynan shu YouTube va umuman onlayn tarzda YouTube'da daromad qilishni yo'lga qo'ya oldim. Hozirgi vaqtda YouTube orqali meni 70% mijozlarim YouTube'dan keladi. Buni statistikada ham ko'rsa bo'ladi. Nima uchun men o'zimni shaxsiy blogimni YouTube'da yuritishni boshladim va qanaqa mavzuda yuritishni boshladim? Birinchidan, YouTube'da meni ko'proq faqat ingliz tili o'qituvchisi deb bilishgani uchun, asosan meni faoliyatim o'zi tadbirkorlik, ya'ni onlayn tadbirkorlik bo'lgani uchun, men nafaqat ingliz tili o'qituvchilik, aksincha YouTube orqali ham avval boshqa mijozlar bilan ham ishlaganman. Aynan YouTube, Instagram, SMM sohasi bo'yicha ham. Shuning uchun kanalga qaytdim va kanalda kontent qilishni endi boshlayman. Xo'p, bu kanalda nimalar ko'rasizlar bundan keyin? Birinchidan, bu kanalda shaxsiy brend qurish, ya'ni o'zingizni sohangiz, o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha YouTube'da, Instagramda, Telegramda umumiy olib qaraydigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni brendingizni qurish, shaxsiy brend qurish bo'yicha o'zimning misolimda haqiqiy keyslar bilan keltirib beraman. Ikkinchidan, aynan o'zingizni yo'nalishingiz orqali onlayn daromad qilish. Ya'ni siz hozir qaysi sohada bo'lsangiz, o'sha sohangizni monetizatsiyaga aylantirish bo'yicha bu kanalda har xil strategiyalar, qo'llanmalar va undan tashqari o'zimni boshimdan o'tgan tajribalarni ulashib boraman. Bundan tashqari yana o'zimni boshimdan o'tgan yo'qotishlar, ya'ni biznesda qanaqa yo'qotishlar boshimdan o'tgan, qancha pul yo'qotdim, nima uchun yo'qotdim, umuman o'zimni shu hozirgacha qilgan karyeramda qanaqa kamchiliklar va qanaqa yutuqlar bo'ldi. Shularning hammasini bu blogda sizlarga yoritib boraman. Agar sizga shaxsiy brend qurish, SMM yo'nalishi, onlayn maktab qurish, onlayn daromad qilish, undan tashqari aynan o'zingiz sohangiz bo'yicha mijoz topish bo'yicha sizga shu yo'nalishlar qiziq bo'lsa, bu kanalga obuna bo'ling va Farhod Hakimov kanalini kuzatib boring. Bundan tashqari meni shaxsiy blogim bor Telegramda. U blogda har haftada 2-3 marta o'zimni har xil fikrlarimni, aynan o'zimni sohamda qanaqa daromad qilayotganim haqida postlarni yozib boraman. Agar qiziq bo'lsa, pastda izohlarda yoki shu opisaniyada link bor. Maxsus link orqali kirib, meni blogimga obuna bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakimov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha